ayni o'rik gullab shunaqangi g'arq gullagan paytda yarim kechasi soat 2:30-3larda qirov aralash qor kelib qoldilar. Shunaqangi laylay qor yog'ib qoldi. Nima qilarimni bilmadimda Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir muborak hadislari esimga tushib qoldiki, qaysi bir inson boshiga balo kelsa, azon aytsin, o'sha azonni barakotidan Xudoy taolo baloni ko'taradi degan gaplarini esimga tushib qoldida, shu yarim kechada shu o'rikni tagida bor dovushim bilan mahallani boshimga ko'tarib azon aytdim. Azonni barakot shekil qarang, bitta ham sog'urmadi deyapti. Hozir o'sha munofiqlar, birodarlar, boshimizga kelayotgan baloni daf qilayotgan azonga qarshilik qilyapti. Sanga yoqmayaptimi? Yoqmayaptimi? Masjid yo'q joylarga ko'chib ket.